O'sha hammanglar yaxshi ko'rgan 10 yillik Rayhon milliy taomlari endi yangicha remont va yangi menyu bilan ketdik, ko'rib chiqamiz. Hozir Chilonzor filialidaman. Semirib ketmaslik uchun har bitta filialda 2-3 ta ovqat yeyman, ko'p yemayman. Bu sirli beyti. Mazasi haqiqatan zo'r, chotki souslari, sirlari shundoq cho'zilyapti va eng asosiysi ichidagi qiymani hidi yo'q. Milliy taomga kelib, qaynatma sho'rva ichmasam endi uyat bo'lsa kerak. Qaynatma sho'rvaga bitta alohida 5-6. Ketdi endi Qoratoshdagi filiali. Bir tekshirib ko'ramiz. Chilonzordagi o'zgarishlarni ko'rdinglar. Endi Qoratoshda nima gapligini ko'ramiz. Ketdi. Bu xo'plama degan sho'rva ekan. Bilasizlarmi? Bir 3-marta yeyishim menimcha. Mazasiga haqiqatda gap yo'q. Takoy, anucha sho'rva yoki manpar qilsanglar, tegini quyqasi qoladi-yu, shunaqa bo'ladi-da. Ana takoy chuchvarachalar bilan bombalagan. Kelib yeb ko'radigan joy. Sezvosizlar, yangi yilni hidi kelyapti. Bu degani patshubay, mimozalar. Voy. Men patshubay mana shunaqa sochniy mayonezi ko'p bo'lganini yaxshi ko'raman. Gap yo'q. Patshubay menga yo'q. Endi shu joyga bitta savol. Hali bu Toshkent ovqatimi yoki boshqa viloyatlarda ham bormi? Sizlarning viloyatingizda bormi, yo'qmi? Yozinglar. Shakar bilan yeganmisizlar? Yemagan bo'lsanglar, albatta yeb ko'ring. Chilonzorda juda katta o'zgarishlar qilishganida ko'rdinglar. Endi bu yerda ham o'zgarishlar katta, haqiqatan remont qilishibdi, posuda o'zgargan, mebel o'zgargan, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Xullas, ko'rganinglarda tekshiruvimdan o'tdi. Endi keyingi tekshiruv qayerda edi? Keyingisi Labziyani tekshiramiz. Ketdi. Ikkita filialda rezultat juda ham yaxshi. Ko'ramiz, Labziyada nima ahvol ekan. Ketdi. Sirni pide asallar bilan shunaqa o'pishib ko'rishyapti. Mazasi chotki. Endi salat yeb ko'ramiz. Kim aytdi sizlarga milliy taomlarda faqat milliy taomlar bo'lish kerak deb? Turetki kuxnyani haqiqatan zo'r qilishyapti. Tulum salat, hamma narsa me'yorida, sachitaniyansi zo'r, bitta yeb ko'radigan joy. Mantani xamirlari yupqagina, ichi sergo'sh, atrof muhitni o'zingizlar ko'ryapsizlar. Oldingi holat va hozirgi holat yer bilan osmon. Tashto bemalol kelaverasizlar. O'sha o'zimizga o'rgangan Rayhon endi yangi talqinda. Sizlarcha kelib ko'rishga ulgurdinglarmi? Ulgurmagan bo'lsanglar, albatta kelib ko'ringlar.